Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam la ilaha illallohul malikul haqqul mubin kalimasini debdilar. Man qala kulla yawmin 100 marra la ilaha illallohul malikul haqqul mubin kana lahu amanun min al-faqri wa min wahshatil qabri la ilaha illallohul malikul haqqul mubin 100 dona o'qib qo'ysangiz har kuni deyaptilar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Birinchi navbatda sizni muhtojlikdan, qiyinchilikdan, xorlikdan Alloh eminda qiladi, xotirjam qilib qo'yadi. Xor emas, muhtoj emas, Xudo sizga kerakli vaqtida Xudo sizga yetkazib turaveradi. Boy badavlat bo'lib o'zingizni yo'qotib qo'ymaydigan darajada bo'lmaysiz ham sizga nima ehtiyojingiz bor? Har kuni aytib qo'yapsiz, Alloh sizga yetkazaveradi. O'ylamagan joyingizdan shu ishingiz bitib ketaveradi. Nimaga? La ilaha illallohul malikul haqqul mubin 100 ta aytib qo'yapsiz. Va min wahshatil qabr debdilar. Qabrdagi dahshat, qabrdagi azobdan Alloh uni xotirjam qilib qo'yadi. Bizga ash kerak o'zi aslida. Biz ertaga kun kelib Xudoning oldiga boradigan odamlar o'tiribmiz. Hech kim eng yaqinimiz ham tashlab, o'g'limiz ham tashlab ketadi. Qoling endi dada mashida deydi. Ana ash kuni la ilaha illallohul malikul haqqul mubin da aytib qo'ygan odam inshaalloh va robbil izza Xudoning huzurida azob bo'lmas ekan. Wastajlaba lahul ghina wastaqra'a bihil babal jannah debdilar hadisning davomida. U odam o'ziga boylikni talab qilyapti. Xudo meni birovga muhtoj qilib qo'yma. Hamma yo'qqa qodir sensan, dunyoni yaratgan sensan. Hamma yo'q seni qudrat qo'lingda turibdi. Xohlasang berasan, xohlasang bermaysan deb turganimiz olar ekan. Yana bu kalimani aytishlik bilan la ilaha illallohul malikul haqqul mubin da aytishlik bilan jannat darvozasini ushab taqillatayotgan bo'lar ekanmiz. Biz buni aytaversak, bizga jannatning darvoza taqillab bir kun ochilar ekan. O'zi maqsad shuku. Maqsad qabrda najot topish, dunyoda kimgadir muhtoj bo'lmish, oxirat kunida jannatga kirish uchun o'zi biz hayot kechirganmizda. Va ma xalaqatul jinna val insa illa liya'budun. Alloh Qur'onda insonni, jinni faqat menga ibodat qilsin uchun yaratdim. Odam zoti farishtadan afzal. Chunki farishtalar gunoh qilmaydi. Gunoh qilmaydigan farishtadan afzalmiz qachonki biz gunohdan o'zimizni tiya olsak. Xudoy taborak va taolo hammamizni ham o'zini jannatiga loyiq, munosib solih bandalardan qilsin.